Rustam Shavkat Navoiy metallurgiya kombinatining Zarafshon qurilish boshqarmasining shu Navoiy filialida 3 yildan beri ishlab kelardi. 2023-yil sentyabr oyidan usta vazifasiga o'tkazildi. 2024-yil 1-fevral kunida o'g'lim Nuroto tumanidagi komandirovkaga ketayotgan edi. Shunda baxtsiz hodisa tufayli halok bo'ldi. Ikkita voyaga yetmagan farzandi qoldi. Men shundan keyin 1 yil mobaynida Navoiy metallurgiya korxonasiga qatnadim. Moddiy zarar to'lab berilsin deb ular uchun, lekin hech qanday moddiy zarar to'lab berilmadi. Menga o'zi aybdor deb rad etildi. Shunda men mehnat inspeksiyasiga ariza bilan murojaat qildim. Murojaatimni bular qabul qilishdilar. Sayl harakatlari bilan bizga sud orqali o'sha moddiy zararni undirib berdilar. Kelinimga o'quvchisini yo'qotganligi uchun zarar 700 million atrofida to'lab berildi. Bu uchun katta rahmat. Men juda ham minnatdorman. Davlatimizda shunday himoya qiluvchi organlar bor ekan. Davlat mehnat inspeksiyasiga men o'z minnatdorchiligimni aytaman. Oilam nomidan, o'zimdan katta rahmat. 2024-yil sentyabr oyida fuqaro Rustam va shoira Navoiy viloyat kambag'allik qisqartirish bandlik boshqarmasi boshlig'i nomiga murojaat yo'llab, farzandlari Rustam Shavkat 2024-yilning 1-fevral kunida Navoiy metallurgiya kombinati Qizilqum kon boshqarmasiga qarashli Pistali koniga 1-fevral kuni o'zining shaxsiy avtotransport vositasida xizmat safariga borish vaqtida yuk transport hodisasiga uchrab vafot etganligini, 9 oy mobaynida ushbu baxtsiz hodisa ish beruvchi tomonidan yashirib kelinayotganligini to'g'risida murojaat yo'llaganlar. Murojaat belgilangan tartibda o'rganib chiqildi. Rustam Shavkat haqiqatdan ham 2024-yilning 1-fevral kunida o'sha Pistali koniga xizmat safariga yuborilganligi, xizmat safariga borish davomida Navoiy metallurgiya kombinatining jamoat shartnomasi 24-bandida ko'rsatilgan ishchi xizmatchilarni transport bilan ta'minlash to'g'risidagi bandlarga amal qilinmasdan, transport vositasi ajratilmasdan shaxsiy transport vositasiga borishda majbur bo'lganligi hamda xizmat safari guvohnomalari rasmiylashtirilganligini inobatga olgan holda maxsus komissiya baxtsiz hodisani ishlab chiqarish bilan bog'liq deb hisobladi. Karmana tumanlararo sudini hal qiluv qaroriga asosan ushbu baxtsiz hodisa ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisa deb topildi hamda N1 dalolatnomani yuklash va zarar pullarini to'lash to'g'risida qaror qabul qilindi. Fuqaro manfaati to'liq qanoatlantirildi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 60-sonli qaroriga asosan o'quvchisini yo'qotganligi uchun to'lanishi lozim bo'lgan zarar pullari bir yo'la 700 million so'm zarar puli, voyaga yetmagan 2 nafar farzandi uchun oyma-oy zarar pullari hamda nafaqadagi ota-onasi uchun oyma-oy zarar pullari to'liq undirilib berilishi ta'minlandi.